Assalomu alaykum barcha obunachilarga, Muhammadjon YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda kalkulyatorni yasaganman, o'shani sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Tashlab olamiz faylni. Mana bu yerda CSS kodlar bor. CSS kod. Mana CSS kodlar. Body, kalkulyator, display oldin yaratib qo'ygan edim. Bu yerda JS fayli ozgina yozilgan, lekin to'g'ri ishlayapti kalkulyator. Index.html fayli. Bu yerga hammasi zo'r. Bu like qilamiz. Ozgina kutamiz. Mana ochildi. Masalan, yozamiz. Unga ko'paytir 100 C bosamiz. Keyin 10 bo'l 2 ga 5, 80 bo'l 4 ga 20. Shunaqa qilib hisoblaydi. Sizlar ham yaratib ko'rishlaringizni so'rab qolar edim. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.